Assalomu alaykum. Barchaga yangi toy muborak bo'lsin. Sizlar bilan doimgidek Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya. Erta tongdan ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshirish uchun shay turibmiz. Bizning galdagi qahramonimiz Gulnozaxon opamiz bo'ladilar. Aynan bu insonga ajoyib tabrik yo'llayotgan mehribon insonlarining qo'ng'iroqlarini ayni daqiqalarda birgalikda amalga oshiramiz. Qani ketdik. Allo, Alo, assalomu alaykum. alaykum assalom. Gulnozaxon opa, omonmisiz? Rahmat. Sog' salomatmisiz? Sizni erta tongdan bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Opajonim, yashang. Sizga ayni daqiqalarda Yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Bugungi muborak shukrona kuningiz munosabati bilan. Rahmat. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Hamisha sizni yaxshi ko'rib, ardoqlab, qadrlagan, e'zozlagan insonlar baxtiga sog' omon yuring. Aytganingizga rahmat. Ilohim, siz uchun ajoyib tilaklar qoldirgan mehribon va aziz insoningiz bor. Ularni ajoyib tilaklarini ayni daqiqalarda o'qib eshittirishga shay turibman. Agar rozi bo'lsangiz albatta. Mayli, hop. Yashang. Tinglab turasiz, chiroyli she'rlar aynan sizga atalgan. Hop. Balki yo'qlamasman bir kunda bir bor. Har kuni bir sizni o'ylab yuraman. Bugun qalbimdagi etayin oshkor. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Hech sinov qaddingiz egolmas biling. Yoningizda tirgak bo'lib turaman. Ko'zingiz yoshlamay bir bora kuling. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Oqibatimizga ko'zlar tegmasin. Yonimda bo'lsangiz chindan kulaman. Har qilgan ishingiz Alloh qo'llasin. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribon opajonim. Jannat iforligim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Siz men uchun doim mehr, g'amxo'rlik va sabr timsoli bo'lib kelgansiz. Yorug' chehrangiz, iliq so'zlaringiz bilan yuragimga doim taskin berasiz. Men sizdan juda ko'p narsa o'rganganman. Mehr berishni, toqat qilishni, yaqinlarga e'tiborli bo'lishni. Siz nafaqat ajoyib opa, balki chinakam inson sifatida ham doim hurmat va e'tiborga loyiqsiz. Yangi yoshingiz hayotingizga quvonch, sog'lik, baraka va totuvlik olib kelsin. Orzu-umidlaringizga Allohimni o'zi yetkazsin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qalbingizda faqat tinchlik va xotirjamlik bo'lsin. Har kuni siz uchun iliq, totli va mazmunli o'tsin. Hech qachon xafa bo'lmang, hech qanday g'am sizga yetmasin. Opajonim, doim yonimda bo'ling. Sog' omon yurishingiz tilakdoshiman deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Rahmat. Kim ekan? Sizga shunday erta tongdan qaysi bir mehribon jigaringiz tabrik yo'llashi mumkin? Nima deysiz opajon? Endi bir dona yagona akam bor. Musofirga. Singllarim bor. Gulnoraxonmikan, Sanoymikan. Demak, opajon deb murojaat qilyaptilar. Aynan sizni mehribon jigarlaringizdan biri, to'g'rimi? Shoqdan deb yo Gulnoraxon yo Sanoyda. Ha. Ishondim. Gulnozaxon opa, siz bilan jonli efirda jonli qo'ng'iroqni olib borayotgan Kamina boshlovchi Niloya bo'laman. Sizni nafaqat o'zim, balki kanalimiz jamoa a'zolari nomidan ham chin dildan muborakbod etamiz. Rahmat sizlarga. Siz albatta. Ilohim, inshaalloh. Aynan sizni bugun chin dildan muborakbod etayotgan erta tongdan bizni sizni xonadoningizga g'oyibona tashrif buyurishimizga sababchi bo'lgan yakka yagona ukangiz Begzod aka bo'ladilar. Ilohim, mehribon ukajoningiz musofirda yuribdilar. Ilohim, Allohning panohida bo'lsin barcha. Ilohim, inshaalloh, albatta. Musofirda yurgan barcha yurtdoshlarimiz singari ukangiz Begzod akani ham Alloh panohida asrasin. Ilohim, o'rtangizdagi oqibat rishtalari, qondoshlik va jondoshlik rishtalari bardavom bo'lsin. Ilohim. Ushbu tabrikka qo'shiladilar Begzod akani tabriklariga mehribon barcha jigarlaringiz, jiyanlaringiz Madinaxon, Umidaxon va Mubinaxonlar ham va Muhammad Rasullar ham sizni chin dildan tabriklaydilar. Rahmat, hammasini boriga shukr. Ilohim. O'zi bittagina opajonim bor deganlar. Ilohim.
Opamni judayam yaxshi ko'raman, baxtimga sog'-omon bo'lsinlar deya ta'kidlaganlar. Aynan mehribon ukangiz Bekzod akani chiroyli tabriklarini sizga hozir yetkazmoqdamiz. Gulnozaxon opa, ajoyib tabrigimiz sizga yoqdimi? Albatta, to'g'ri tutmagandim. Mhm. Bo'ldi, boriga shukur hammasini. Ilohim, hamisha sizni qadrlagan, ardoqlagan, siz suyanishingizga arzigulik mehribon ukangiz bor. Tog'dek viqor bilan oilangizga qo'rg'on bo'lib, boshingizda sizga panoh bo'lishga tayyor turgan mehribon jigaringiz Bekzod aka bo'ladilar. Aynan ushbu chiroyli tabriklarni aynan biz orqali yetkazishni niyat qilgan ekanlar. Biz ham aynan siz bilan xonadoningizga hamda qalbingizga g'oyibona tashrif buyurib, erta tongdan ajoyib tilaklarni yetkazishimizga sababchi bo'ldilar. Va biz bu uchun aynan Bekzod akadan minnatdormiz va tashakkurlarimizni izhor etamiz. Rahmat hammalaringlarga, shularga ham, jigarlaringga ham. Shularga ishlarga omad, muvaffaqiyatlar tilayman. Ularga ham Allohim panohida asrasin, ko'p asrasin, ko'p asrasin. Inshaalloh. Opajon, tabrigimiz sizga yoqdimi? Albatta, juda ham xursand bo'lib ertalabdan. Sizni ishga ketib qolmasinlar deb erta tongdan qo'ng'iroq qilishimizni iltimos qilganlar. Biz ham Bekzod akamizni albatta iltimoslarini yerda qoldirmagan holatda ish vaqtimiz buncha erta boshlanmasa ham, ammo siz uchun bugun qo'ng'iroqni amalga oshirishga qaror qildik. Va hammadan birinchi qutlashni uddaladikmi? Nima deysiz Gulnoza opa? Albatta, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Ilohim. Rahmatinglarga rozi bo'linglar. Albatta opajonim, siz bundan ham ko'piga loyiqsiz aslida. Bugungi kun sizniki, uni ajoyib tarzda kutib olishingiz tilakdoshimiz. Uni har bir lahzalaridan, har bir daqiqasidan unumli foydalaning, chunki ortga qaytmas ushbu yil, ushbu sana yangi yosh va yangi imkoniyatlarni sizga Allohim yana bir bor taqdim etmoqda. Shunday ekan, mehribonlaringiz baxtiga hamisha o'zingizni asrab-avaylab, sog'-omon yurishingiz. Qolaversa, barcha mehribonlaringiz bilan birgalikda haj va umra ziyoratlarini ham ado etib kelishingiz tilakdoshimiz. Amin. Demak, siz bilan xayrlashmaymiz Gulnozaxon opa. Aynan yana Allohimdan go'zal diydorlarni so'rab qolamiz. Hech qachon ko'zlaringiz namlanmasin, faqat quvonch ko'z yoshlari bilan hamroh bo'lsin deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Qolgani bekor, barchasi o'z-o'zidan bo'laveradi. Siz sog'-omon bo'lsangiz bo'ldi. Yana bir bor ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga, masafa mehnatlaringiz uchun, hammani ko'nglini olayotganlaringiz uchun. Arziysiz albatta. Hammaning jigarlari sog' bo'lsin, bor bo'lishda iloyim. Ilohim. Allohga shukr. Inshaalloh. Demak, opajonim, bugun vaqt ketdi. Aynan sizni kuningiz. Omon bo'lasiz. Boshladik. Albatta. Yaxshi kayfiyat erta tongdan hamroh bo'lsa, ushbu kayfiyat kun davomida aynan sizga hamroh bo'ladi. Shunday ekan, ajoyib kayfiyatdagi, ajoyib mana shunday ko'tarinki ruh nafaqat bugun, yil davomida emas, balki umr davomida sizga hamrohlik qilsin. Aytganingiz kelsin. Ilohim. Omon bo'lasiz Gulnoza opa. Ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat, kattakon sog' bo'linglar. Xo'p, bo'ladi. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Xo'p. Mana shunday chiroyli tabriklarni aynan Gulnozaxon opamiz, bizning ilk qahramonimiz, mehribon va oq ko'ngil, sofdil insonga ukajonlari Bekzod aka yo'llamoqdalar. Biz ham ushbu tabrikka qo'shilamiz va umrlari ziyoda bo'lsin, o'rtadagi mehr-oqibat rishtalari bardavom bo'lsin deymiz. Barcha yaqinlari nomidan Bekzod aka aynan Gulnozaxon opamizni qutlamoqdalar va ushbu tabrikni buzuga buyurtma qilib bizning kanalimiz orqali ajoyib kunga sherik qilganliklari uchun Bekzod akaga yana bir bor o'z tashakkurlarimizni izhor etamiz. Sizlar bilan Yaqinimga tabrik kanali va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Unutmang, biz barchangizni birdek yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Omon bo'ling.